Sevgili TV1 tamaşaçıları, Türk Dünyasından salamlar proqramında qonaqlarımız Özbəkistandandır. Cızdağ vilayətindən Cızdağ Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimləridir. Professorunu təqdim etmək istəyirəm. Sizlərə, hörmətli xanım, zəhmət olmasa buyurun. Assalomu alaykum. Muhtaram Azərbaycanlik muxlislar, Azərbaycanlik og'alar, opalar. Men Zulfiya Pardayevaman, Jizzax Davlat Pedagogika Universitetida ishlayman. Filologiya fanlari doktori, professorman. Çox gözəl. Buyurun Şayəstə xanım, sizinlə əvvəlcədən də tanışıq. Buyurun təqdim edin özünüzü. Assalamu alaikum. Ben Şayista Ahmedovayım. Ben de Özbekistan'ın Cizre şehrinden buraya geldim. Hoş geldin. Ben de PhD felsefe fenleri doktorasıyım. Çox gözəl. Buyurun mənim. Assalomu alaykum aziz Azərbaycanlik qardaşlarım. Men asli Jizzaxlik Eshonqulova Surayyo Samidinovna, filologiya fanlari doktori, professorman. Hozirgi kunda xalqaro Alfragans universitetida ishlayman. Assalomu alaykum Azərbaycanlik qardaşlar. Men Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti kafedra müdiri, filologiya fanlari doktor, professor Jumanzaro Guljaxon. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan tinglovchilar. Men Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti professori, filologiya fanlari doktori, professor Nodira Soatovaman. Ozarbayjonga kelganimdan, Ozarbayjonning Baku shahriga kelganimdan, bugun televideniya orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan g'oyatda mamnunman. Çox sağ olun gözəl xanımlar. Tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, Cızdağ rayonu, Cızdağ vilayəti Özbəkistanın ən böyük ərazisi olan vilayətdir və bizim üçün də çox doğmadır. Çünki böyük şair Həmid Alimcanın vətənidir. Dövlət adamı və yazıcı Şərəf Rəşidovun vətənidir və bu gün də Özbəkistan qardaş ölkəmizin Cumhurbaşqanı, prezidenti Şevket Mirzoyevin vətənidir. Evet. Siz də Bakıya xoş gəlmisiniz. Necə gördünüz Bakını? Sevdinizmi, gəzdinizmi, dolaşdınızmı? Biz Ozarbayjonga o'tgan yili 2024-yilda Fanlar akademiyasiga tashrif buyurgan edik, bir guruh professor olimlar va u yerda biz ozarbayjonlik olimlar bilan uchrashdik, ular bilan adabiy aloqa qildik, ular bilan fikr almashdik. Natijada bizda shunday bir fikr uyg'andiki, ozarbayjonlik filolog olimlar bilan o'zbekistonlik filolog olimlarni bog'lab turuvchi bir rishtani yuzaga keltirishni xohladik. Va shu maqsad yo'lida bugungi mana kecha yaqinda 21-aprel kuni demak o'sha adabiy aloqalar ijodiy jarayon mavzusidagi katta antologiyani yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Bu yo'lda albatta biz bitta ikkita kishini emas, albatta Ozarbayjon Pedagogika Universiteti bilan birgalikda mana bizning jamoamizni, xususan yosh kadrimiz mana Shohistani ham xizmatlari buyuk bo'ldi. Va bu kitobda juda ko'p ozarbayjonlik professor olimlar, filolog olimlarni, o'zbekistonlik filolog olimlarni tarjimai hollari, ular ish jarayonida yuritgan faoliyat jarayonidagi ilmiy ishlari bilan tanish imkoniyati yuzaga keldi. Nadirə xanım, çox təşəkkür edirəm. Gözəl bir kitab araya ərsiyə gəlib, ədəbi əlaqələr antologiyası. Adı da belədir. Yaradıcı prosesin güzgüsü. Evet. Evet. Hər birinizin bu kitabda gözəl məqalələri var. Mövzunu mən istərdim ki, eşidim sizdən. Bakuga 2021-yildan beri kelaman. Bakuda aloqa o'rnatish bo'yicha har xil konferensiyada va olimlar bilan tanishim. Bu antologiyada ham o'zimni ilmiy ishim yuzasidan, ya'ni xalq dostonlari tili bo'yicha maqola tayyorlagandim. Xalq dastanları araşdırmasını elədiniz. Azərbaycanla Azərbaycanla uyğun olan, Azərbaycana yaxın olan, zaten eyni kökə mənsub xalqlarıq. Amma elə dastanlarımız var ki, eyni kökdən gəlir. Belə bir dastan buldunuz? Fozil Yo'ldosh dostonlari bo'yicha qilganman. Malika Yorova, Shirin bilan Shakar 10 ta dostonni bo'yicha har biri qilganman. Bizda turkiy xalqlar tilimiz bir-biriga yaqin, Ozarbayjon tili ham, o'zbek tili ham yaqin bo'lgancha bir tushunarli. Bunda asosan o'zbek dostonlari tilini tadqiqlaganman. Maqolam ham shu bo'yicha. Çox gözəl, çox gözəl. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, albatta o'zbek millati bilan Ozarbayjon millati xalqlari juda qadrli va yaqin. Sababi
ularni tili, dini, adabiyoti, dunyoqarashi bir. Bizda Alisher Navoiy bo'lsa, ozarbayjonliklarda Nizomiy Ganjaviy, ozarbayjonliklarda Fuzuliy bo'lsa, bizda Mashraf, Sufaylayor, Bobur, Nodira begim. Aynan Baburnaməni yazan böyükümüz. adabiy aloqa antologiyamizda mani tadqiqotim yuzasidan Nodiraning o'ziga xos lirikasi haqida tadqiqotlar olib borganligim ko'rinadi bunda. Juda mamnunman. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, Ozarbayjon davlat universiteti juda bizni iliq kutib oldi va shu o'rinda prorektori Mahira xonim Husaynova juda biz bilan adabiy aloqalar, shartnomalar qilib juda iliq kutgandan biz jamoaga minnatdorchilik bildiramiz va albatta hozirgi kunda men garchi Jizzax davlat pedagogika universitetida ishlamasam ham, lekin men ularni kadriman. Men o'ta minnatdorman. Shunaqa meni Zulfiya opamdek, Buriyeva, ular ham shoira, ham olima, ham yozuvchilar, esseylar yozadilar va olimamiz, shoiramiz Nodira Davron borligi, bular ustozimning qizlari Jumanazarov, Umrzoq Jumanazarov, Usmonjon Qosimov kabi bizda yirik katta olimlarimiz bor. Men ulardan minnatdorman. Men demak ularning mehnati menda ko'rinadi deb o'ylayman va tashakkur aytaman albatta. Deməli bir gözəl iş araya ortaya gəldi. Gözəl bir antologiya yarandı. Yaradıcılıq prosesi. İndi bu yaradıcılıq prosesinə biz baxanda bir qədər uzun zamana baxanda gəlib göz önünə Nizami Gəncəvi. Sonra Nizami Gəncəvini özü üçün müəllimsə Əlişir Navoiy, böyük Əlişir Navoiyimiz. Sonra gəlir müasir özbək dilini kökündə duran Maksud Şeyxzadə bir Azərbaycanlı getdi. Amma Özbəkistanla da kim gəldi? Bir Xalid Said Xocayev gəldi və Mahmud Kaşgarlının kitabını burada yazdı. Bu nə gözəldir, bu əlaqələr, bu ədəbi proseslər. Azərbaycana gəlirkən ilk haranı ziyarət etdiniz? Əlişir Navoiyini ziyarət etdinizmi onun heykəlini? Baş çəkdiniz? Əlişir Navoiyinin bizdə heykəli var. Biz ziyorat etmadik, lekin bizda shunaqa niyat bor. Mana shu tashrifimizda Nizomiy Ganjaviyning qabrlarini ziyorat etishakni istayurmiz. Bəli, bəli. Biz bayroqlar maydonini ziyorat etdik va biz Ozarbayjonliklarning milliy iftixori bo'lmish 291 metr balandlikdagi Guinness rekordiga kirgan bayroqni ko'rib o'ta faxrlandik. Sababi ozarbayjonliklar, o'zbek millati, bu turkiy xalqlar barisi maşallah qardaş. Eyni. Biz də Özbəkistanda olarkən, Daşkənddə olarkən şairlərin məqbərələri olan yeri getdi, ziyarət elədik. Nə gözəl. Bizə də çox xoş oldu. Daşkənd Universitetinə Nizami Gəncəvinin sonra heykəli olan, getdik oraları, hepsini ziyarət elədik. Nə xatirə aparacaqsınız? Sizdən soruşanlara nə söyləyəcəksiniz? Gözəl bir kitab var, gözəl bir antologiya var. Bu antologiya var, davamı da olacaq. Amma gördüklərinizi necə anladacaqsınız? Bizga nafaqat tabiati, balki mana shu ozarbayjonlik millatini iliq bir mehri, xuddi biz o'zimizni O'zbekistonda yurgandek, o'zimizni yurtimizda yurgandek his etdik. Buning uchun juda ham insonlari bag'ri keng, haqiqatan mehribon, o'zimizga o'xshaganligi, qalbini, insonlarni yaxshi ko'rishi mana shu xalqni eslab qoldim. İlk dəfə gəldiniz siz Zülfiyə xanım, belə bildim. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum deyman. Haqiqatda bugun mana shu tashrifim birinchi bor Ozarbayjonga, Ozarbayjonni men kashf qildim. Biz juda ko'p o'qiganmiz Ozarbayjon to'g'risida, ozarbayjonliklar to'g'risida. Biz o'zimizning vatanimizda ham ozarbayjonlik qardoshlarimiz bor. Ular bilan muloqotga kirishamiz. Aynan mana shu Ozarbayjonda
tug'ilib o'sgan o'qituvchilarimiz bor edilar, bizga falsafadan dars bergan. Va mana shu bir narsani aytishim kerak, biz birinchi kuni o'zidayoq biz Ozarbayjon bilan tanishib chiqishni boshladik. Mana shu o'rinda aytmoqchiman, aynan mana shu Ozarbayjon yigiti Kerim Toyir degan aynan mana shu turni tashkil qilib berishdi, Ozarbayjon tomosha qilishni. Birinchi ziyoratni biz masjiddan boshladik. Men masjidga kirganimda hayron qoldim. Sababiki biz Ozarbayjonlar bilan muloqotga kirishganimizda bizga qandaydir ba'zi bir so'zlar notanishday tuyulgandi. Lekin Imom Xatibni qiladigan ma'ruzasida, diniy ma'ruzasida aynan o'sha Fotima onamizning avlodlarining nimalari qabrlarini ziyorat qildik. 4 ta qabr bor ekan o'sha yerda va o'sha muazzin deb ataladimi, adashmasam, o'sha masjidning muazzini aytayotgan har bir so'z go'yoki hammasi tushunarlidir. Chunki bu Alloh tilida ma'ruza qildi. Alloh tili, demak Alloh kitobining tili, bu Qur'on tili. Qur'on tili biz musulmonlarni hammamizni bir-birimizga yaqinlashtiradigan va bir-birimiz bilan birlashtiradigan O tildir. qədər birliyimizin göstəricisi olan çox şeylərimiz var. Bir də həm də bizim dinimiz, inancımız. Yana meni o'zimni judayam bir lol qoldirgan, men tan berdim judayam. Biz mana Qarabog' voqealarida halok bo'lganlar, shahidlarning aynan mana shu sayrgohga bordikda, shularni ziyorat qildik va bog' shu qadar chiroyli, gullari chiroyli, daraxtlari chiroyli. U yerda yotganlar go'yoki ana ma'sum bir havo bor edi, shunday bir sukunat bor edi. Shunday bir chuqur sukunat, ulug'vor sukunat, shu vatan uchun jonlarini fido qilganlar yotgan joyda biz o'shalarni ziyorat qilib, o'sha mana shu sayrgohda o'tirdik. O'tirganimizda shunday bir chiroyli sukunat bizni ko'nglimizga ham oshno bo'ldi. Men o'zim mana shu yerda bir narsani sezdimki, biz masalan Ozarbayjon xalq, ozarlar bilan o'zbeklar bir onaning 2 farzandi. Bu farzandlar ko'p. Masalan, turkmanlar, qirg'izlar, qozoqlar, turklar, hammamiz turkiy xalqlar bizlar. Turkiy xalqlar, qardoshlar bizlar. Bir og'a, inilar bizlar, opalar bizlar. Va mana shu meni lol qoldirgan narsa Ozarbayjonlarning o'zining milliy iftixoriga sodiqligi. Ular shunchalar milliylik kuchliki bu yerda biz hayron qoldik. Men ta'zim qilaman mana shu ruh oldida, sababi ular o'zlarini zamonlar o'tib, mana globallashuv sharoitida ham ular o'zligini yo'qotmagan. Yana bitta narsa, biz O'zbekiston bilan qanchalar faxrlansak, haqiqatda O'zbekiston boy deymiz, faxrlanamiz. Sababi bizni boy qiladigan birinchi boyligimiz bu xalqimizdir. Qo'li ochiq, bag'ri keng, hech qachon nolimaydigan, Allohga shukr qiladigan xalqimiz va men shu xalqni ikkinchi bir mana shu bitta tomiri, bitta ildizi, turkiy xalqlar tomiri ildizi mana shu Ozarbayjonliklar, ozarlar degim keladi. Ozarlarning o'zini ozari bor. Bularni vatani bor. Yana bir narsani aytay, beram biz qancha maqtansak, Alloh suygan, Alloh nazari tushgan yurt O'zbekiston desak, demak Ozarbayjon yeriga ham, Ozarbayjon makoniga ham Alloh nazari tushgan ekan. Mana hatto biz tarixi bilan tanishdik. Aynan mana shu Kerim bizani birinchi ana shu gaz neft ishlab chiqaradigan vishkani oldiga borib, tarixiy vishkani oldiga. Orada baş çəkdiniz. O'shani ko'rsatdi. Men o'yladimki, mana shu juda ham to'g'ri ish bo'lgan, sababi millatni boy qiladigan. Meni shogirdim so'rayapti, Yuliya degan shogirdim, sizga Ozarbayjon yoqdimi, nimasi bilan yoqdi deb. Men yozvardim, bu shunday bir chiroyli vatan, bu shunday bir boy vatan. Haqiqatda ham birinchi boyligi bu mana shu o'zini xalqiga, o'zini diniga, o'zini kelib chiqishiga, o'zini mana shu Alloh yaratgan mana shu yurtiga sodiq bo'lgan ozarbayjonliklar. Men shunga tan berdim.
mana shu yerda o'ylab o'tirdimki, aynan masalan Nizomiy Ganjaviy Nizomiy nomidagi bizni O'zbekistonimizda Toshkent davlat pedagogika universiteti bor. Bor. Olduq orada. Da. Bir dəfə konfransa qatılmışıq biz Endi də. yana bitta narsa aytgim keladi. Mana jahon bo'ylab globallashuv sharoitida juda katta muammolar kelib chiqyapti. Bu birinchi muammolardan biri. Bu xalqlar o'rtasidagi bir-birini tushunmaslik natijasida bir-biriga yo'l ko'tarish, yo'llashish. Yollaşır, Lekin- bu kitablar, bu görüşlər, bu hazırlanan antologiyalar, insanların bir-birinə görüşməsi, bir dəfə biz gedəcəyik, orada böyük Xalid Səid Xocayevin yubileyini qeyd edəcəyik, oradan burada qeyd edəcəyik. Adabiy aloqalar. Maqsud ədəbi Qardaşlarını əlaqələr çox birləşdirir. gözəldir. Ha, İndi mən çox mənim üçün maraqlı idi ki, sizin məqalələriniz bu ədəbi əlaqələri hansı əsrlərə qədər gedib çıxır? Hansı mövzular daha çoxdur? Bu antologiyaga ko'plab Ozarbayjon, O'zbekiston olimlarining maqolalari kiritilgan va bunda asr chegaralanmagan. Eng qadimgi o'sha xalq og'zaki ijodidan boshlab asrlar davomida bo'lgan barcha noyob qo'lyozmalar, noyob asarlar va hozirgi jarayonda ijod qiladigan ijodkorlarni o'sha ijodining namunalari o'rganilib chiqilgan. Va yana bitta narsani men aytib ketyapman, mana yuqorida qanday ta'sirot bilan ketyapsiz Ozarbayjondan dedingiz. Men mana shu Ozarbayjonda o'tgan yili, ya'ni 2024-yilda tashrif buyurganimda ham, bu yil tashrif buyurganimda ham men bitta narsani his qildim. Qaysidir ma'noda o'sha o'zbeklar xalqiga xos bo'lgan mehmondo'stlik, bag'ri kenglikda va bitta yaxshi bir odatni ko'rdim. U odat qani boshqa illat yurtlarda bo'lsa, mana biza ko'plab mana Tojikistonga, Turkiya xalqlariga ham tashrif buyurdik. To'g'ri, ko'plab sovg'a salomlar bo'lyapmiz. Lekin biz Ozarbayjonda qaysi bir mana bugun hozir tushgacha bo'lgan jarayonda biz nashriyotga tashrif buyurdik. Mana televideniyega kirib kelishimiz bilan bizni qarshi olgan o'sha televideniyani rahbari bizga kitob taqdim qildi. O'sha nashriyot bizga kitob taqdim qildi. Kitob, keyin biz aytdikki, bu kitoblarni kitobdan go'zal bir hadya yo'q. Biz aytdik, kitoblaringizni biz sotib olamiz dedik. Biz ko'pchilik biz dedik. Endi O'zbekistonda 35 nafar tashrif buyurgan Ozarbayjonda 35 maşallah 35 nafar o'sha mehmonga, olimga masalan 2 kundan buyon o'sha pedagogika universitetida Ozarbayjon pedagogika universitetining tarafidan 2 ta avtobus ajratilgan. Mana ustoz Zulfiya aytib o'tganlaridek, bizani eng qadim joylarga, o'sha millatlarning iftixor bo'lgan joylariga olib borishyapti. Bizga hurmat, izzat ko'rsatishyapti. Bizni kitoblari bilan siylashyapti. Biz sotib olamiz desak, bizga aytishdiki, bu kitoblar sotilmaydi dedi. Yo'q, biz pulini beramiz. Manat qancha manat bo'ladi desak, yo'q. Bu sizlarga hadya dedi. Va bizning mana shu O'zbekistonning kutubxonasining boyitilishiga hissa qo'shgani uchun ham men butun mana shu O'zbekiston delegatsiyasi nomidan chin yurakdan Ozar xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz də minnətdarlığımızı biz də minnətdarlığımızı bildiririk. Ötən məmnunuz. Həm də qızlar çox xoşuma gəldi ki, nümayəndə heyətinin əksəriyyəti xanımlardır. Qızlar da xanımlardır. Yani. Elmdə də irəli keçdik. Xeyli çox böyük irəli oldu, elə deyil mi? Mana hozir siz aynan biz go'zallarni, ayollarni alohida e'tirof etyapsiz. Mana ayollarga bizni tarkibimizda olimlarimiz ham bor, lekin haqiqatda ham hozir bizda aynan ayollarimiz juda ham faol. Men o'zim shu Jizzax viloyati bo'yicha olim ayollar uyushmasiga rahbarlik qilaman va mana shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, hozir bizning viloyatimizda 120 dan ortiq ayollarimiz, olim ayollarimiz bor va ular mana masalan har birining shaxsiy tashabbusi bor. Hatto mana bugungi uchrashuvimiz yoki bo'lmasa mana shu Ozarbayjon yurtida antologiyani chiqishiga ham olima ayolimiz Nodiraxon sababchi. Aynan faoli, tashkilotchisi yangi nimalarni olib kiryaptilar. Belə təşkilatçılarımız çox olsun, bol olsun. Shuning uchun ham aytmoqchi edimki, har bir inson qiladigan xizmati birinchi navbatda o'zi uchun bo'lsa, o'zi orqali eliga va ellarning bir-biriga yaqinlashtiradigan. Adabiyot hamisha qalblarni yaqinlashtirgan, tillarni yaqinlashtirgan, dillarni yaqinlashtirgan. Bugungi kunda kitob o'qish butun dunyo bo'yicha muammo bo'lib turganda, bizning O'zbekistonda davlatimiz rahbari
shunday juda katta bir tashabbus bilan butun xalqimizni o'qimishli qilishga, farzandlarimizni o'qimishli qilishga shunday chiroyli bir nima tadbirlar, Mədəniyyəti çox yüksəkdir. Mütaliə insanı nə gəlişdirir, inkişaf elətdirir. yana ana shu bilasizmi? Mana masalan sinflar bo'ylab yosh bolalar o'rtasida kitobxonlik tanlovi, undan keyin 16 yoshlilarga bo'lgan kitobxonlar tanlovi, keyinisiga mana 20-21 yoshlilar tanlovi, ana endi bu yil yana olib borildi, eng kitobxon oila tanlovi. Yana bitta narsani aytib o'tay, mana shu kitobxon oilalarga, kitobxonlarga juda ko'plab kitoblar taqdim etilyapti va eng yaxshi mashinalar birinchi o'rinda olganlarga sovg'a qilinyapti. Bu bizni davlatimiz tomonidan millatni o'qimishli qilishga bo'lgan e'tibor. Chunki bilamizki, millatni millat qiladigan ham uning bilimlik va bilimlik darajasi. Bilimlik dərəcəsi, elm dərəcəsi, Elm mütaliə dərəcəsi. dərəcəsi Şimdi. gözəldir. Kitapxonlik derecesi. Bəli, bəli, bəli. Buyurun. Evet. Necə? Bizde Maksud Şahrizada Azar hamda Özbek halkının arasında bir büyük köprü oldu. Köprümüzdür. O yüzden biz bu köprünün bir devamçıları sifatida otururuz burada. Bu antolojinin yapılışında Azerbaycan Pedagojik Üniversitesi'nin prorektörü Mahira Hüseyinova hamda Cizak Devlet Pedagogika Üniversitesi'nin rektörü Şakat Şarifovlarga kendime minnettarchilikni izhor yapıyorum televideniye arkasında. Çünkü onlar birkaç kocalar için buraya gelmek için onların burada Azeriler de konuşmak için çok bir iyi şarait yaratmış. O yüzden ben onlar için çok minnettarchilikni izhor yapıyorum. Hem de biz bu antologiyani inşallah bardavom olmagiga inanıyoruz. Devamı olacak. Evet, gelen yıllarda da devam olacak. İnşallah bu bir ilk defa olmayacak. Bu ilk qaranquşdur. Ardıcan da gələcək. Daha bundan da böyük antologiyalar. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, bizim televiziyanı ziyarət etdiniz. Nə xoşdur sizi burada görmək. TV1 tamaşaçılarına bir daha təqdim edirəm ki, qonaqlarımız Özbekistandandır, qardaş ölkəmizdəndir. Gözəl bir antologiya araya ərsəyə gəlib, ədəbi, yaradıcı prosesin güzgüsü, ədəbi prosesin də güzgüsü həmin o kitablardır. Çox təşəkkür edirəm sizlərə. Rahmat. Minnətdaram Rahmat. sizlərə. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. ikkinchi antologiyani taqdimotini O'zbekistonda o'tkazamiz va mana shu 20-30 nafar ozarbayjonlik professor, filolog olimlarni O'zbekistonimizga taklif qilib qolamiz. İnşallah biz də gələcəyik. Bilimli, saviyali qilishga mana shu televideniyani, matbuotning o'rni juda ham katta. Bəli, bəli. Mana boya yuqorida aytdingiz, ayollar deyapsiz. Chunki Timur ham ayollarning ma'naviyatiga, bilimiga juda katta Timur tuzuklarida e'tibor qaratgan. Chunki ayol beshikni tebratadi. Beshikdagi bola esa dunyoni tebratadi. Ayol ilmli bo'lsa, ayol ma'naviyatli bo'lsa, u xalqning ma'naviyati ham yuksak bo'ladi va millat yashaydi. Millatning yashashiga asosiy poydevor bu ayolning ma'naviyati. Elədir. Böyük Mirzə Fətəli Axundzadə də belə demiş. Şimdi. O ölkənin ki, o millətin ki, qadını irəlidir. Oxumuşdu. Bütün ailə, o xalq oxumuş, böyük mütaliəli, böyük xalq olacaq. Çox təşəkkür edirəm və mütləq inanıram ki, gələn dəfə Özbəkistanda təşkil olunacaq antologiyanın təqdimatında TV1 olaraq televiziya biz olacağıq. Biz təmsil edəcəyik. Teşekkür. Sağ olun. Təşəkkür Sağ olun. edirik. Allah razı Hörmətli olsun. tamaşaçılar, inşallah qarşıdakı verilişlərimizdə Türk dünyasına salamlarda yeni görüşlərədək.